Xadija ismining ortida qanday buyuk kuch yotganini bilasizmi? Ular doim barchaga g'amxo'r va mehribon ko'rinadi, lekin ularning qalbida shunday kuchli po'lat iroda borki, buni faqat tanlanganlargina his qiladi. Bu ism arab tilidan olingan bo'lib, asrlar davomida eng hurmatli va yetakchi ayollarga qo'yilgan. U shunchaki ism emas, balki sadoqat, o'tkir aql-zakovat va yuksak maqom ramzi. Tarixdagi ilk Xadija o'z davrining eng aqlli, irodali va badavlat ishbilarmon ayoli bo'lganini unutmang. Psixologiyaga ko'ra, Xadijalar 3 ta noyob xislatga ega. Birinchidan, ular tug'ma yetakchi va moliya sohasida favqulodda omadli. Ikkinchidan, ularning intuitsiyasi shunchalik o'tkirki, har qanday yolg'onni nigohingizdan o'qib oladi. Uchinchidan, ular yaqinlari uchun tog'day tayanch, lekin o'z dardlarini doim chiroyli tabassum ortiga yashiradilar. Ularning eng katta yashirin qobiliyati qulagan joyidan ham qanot qoqib, yuksakka ko'tarilish va atrofidagilarni ilhomlantirishdir. Ularning sevgisi esa faqat eng sadoqatli insonlarga nasib qiladi. Aziz Xadijalar, sizning vujudingizda chinakam malikalar va buyuk ayollar kuchi bor. Hech qachon orzularingizdan voz kechmang. Siz faqat eng yaxshisiga munosibsiz. Bu videoni hayotingizdagi eng qadrli Xadijaga yuboring. Biz Trendo AI jamoasi har qanday sun'iy intellekt bilan ishlaydigan saytlar, botlar va boshqa loyihalarni yaratamiz. Xizmatimizga qiziqsangiz, direktga yozing.